Ronaldoni Manchester Uniteddan Real Madridga o'tishiga sabab soliqlar bo'lgan desam, ishonasizmi? Gap shundaki, Ispaniya hukumati 2005-yilda chet ellik ishchilar uchun daromad solig'ini 2 baravarga, ya'ni 47% dan 24% ga tushiradi va bu futbolchilar uchun ham qo'llaniladi. Bundan birinchilardan bo'lib foydalangan yulduz David Beckham bo'lganligi uchun bu qonun Beckham Law nomini oladi. Real Madrid bilan shartnoma imzolagan Ronaldo esa bu qonundan oxirgi foydalangan sport yulduzlaridan biri bo'lib qoldi. Chunki 2014-yilda bu qonundan sport yulduzlari butunlay chiqarib tashlandi. Ronaldo Manchester Unitedda o'ynayotgan paytda u to'laydigan daromad soliq stavkasi 40-50% atrofida bo'lgan. Lekin u Real Madridga o'tishi bilan bu 24% ga o'zgargan. Tasavvur qiling, Raul ham, Ronaldo ham o'sha paytda Real Madridda o'ynagan. Lekin Raul soliq stavkasini 47% da to'lagan, chunki u ispaniyalik edi. Ronaldo esa chet ellik bo'lganligi uchun buni 24% da to'lagan. Agar bunday ma'lumotlar qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling va boshqalarga ham yuborib qo'ying.